Qaranglar. Qaranglar. Yoshligimdagi raqamlar, alamlarim. Mana singlimlar yoshlik alamlari esiga tushib ketib, menga hozir hujum qilyapti. Aytib nimalar qilganimni bolaligida. Bachalaringiz bo'lsa, alamni olaman deb Bacham yo'q. O'shacha o'zingizdan olib qolaman. Kutdingmi 30ga kirishimgacha? Ishoninglar, shunaqa azob yeganlar mani. Ikkita opam, nima qilganman? Ikkita opam bor. Bironta joy bormoqchi bo'lsam, yarim yo'lgacha bu opam menga ruxsat berish kerak edi. Menga pasudalarni yuvdiraydilar. Yosh bachaman, Menga xabarsan, sen yuvasanmi? Keyin yig'lasam, o'zi senga yuvdirmoqchi emasdim. Lekin shu yig'laganing uchun ham yuvasan deydilar. Menga makaron grechkalarni yediraydilar boku. Yig'lab yeganmiz, faqat biz boshqa narsa yebsan, alohida grechka, makaron yemagan. Sizlar xohlab yegansizlar, men xohlamay yeganman. Boshqa narsa bermaganmi beraylik desang? Yegim kelmagan. Och yurishga tayyor edim. Yog'da ancha yemasang turmaysan deydilar. Keyin anaqa eshikni terzachasi bo'laydi, qarab poylab o'tiraydilar. Men yig'lab nima qilaman deb o'tadi. U makaron undan battar bemaza bo'lib ketardi. Anaqa unchalik drama edi uni yeyish. Prosta yeyolmasdim, yegim kelmasdi. Ko'nglim ayni tasavvur qiling. Odamda bo'ladi, uchta yo'qtirmagan ovqati. Yoki birorta sindoshlarim qayerdir borsa, yomon izdivosiya qilaydilar meni. Nima qilaylik? Shuna ana kiyim kiyasan agar borsang deb bir kun Storapamlar. Xursandman, kiyimni tanlayapmiz, значит men boraman degan xayol bilanman-da. Ha, shuni kiyaman deganman. Ha, nima kiyishingga ruxsat berdim yo'qqa borishga, lekin xohlab borishni Gulhayodan so'raysan deydilar. Tasavvur qilinglar, bacha qanaqa ahvolda. Voqea eslamayman, to'qilgan bo'lishi ham mumkin, eslamayman. В смысле to'qilgan? Men bu travma. Qancha narsa menga ruxsat bo'lmagan. Sindoshlarim qayergadir ketaydi, men o'tiraydim. Ketaydi. Ular ham ota-onasi bo'lgan. Bo'pkanda minorasiga chiqqan ular, men chiqishga armon bo'lib qo'ygan. Men ham chiqmaganman, demak bu safar bogamizga chiqqan. Ertalab yugurishga chiqaydi ular, men ham chiqqim keladi. Yugurishga chiqishga hech kim qarshi emasdi. Qarshi edingizlar. Yugurishga chiqaydi ular, o'sha paytda minoraga chiqaydi. Qanday kursana? Men kollej payti chiqqandim, maktab payti qo'ymaganman. Chiqqansiz, maktab payti bola bo'lma. Ha, o'sha qiziqdi sindoshlar bilan. Maktab bolalar sizlar ham ertalab kimdir o'zlaringiz bilmaysizlar, uxlab yotibsizlar, kimdirlar bilan qorong'i aralash vaqt, qorong'i paytda ko'chaga chiqib ketish sizlar ham qo'ymaysizlar-ku. Xavotir olasiz-ku. Уже самостоятельный bo'lgansan payt. Maktab payti normal. Совершеннолетний O'zim bo'lgansan. tengi sindoshlar bilan yurish eti normalmi? Lekin voyaga yetmagan bo'lgansan sen. Men bo'pka xavfsiz joy deb hisoblamayman. To'g'ri qilgansiz deb o'ylayman hozir ham. Yo'q, menga qanchasi armon bo'lib qolgan. Bo'pki minorasi bor bitta, turistlar keladi o'ra. Ana shu yoqqa chiqib keladi. Yopilgan o'sha ruxsat yo'q, ko'pchilik chiqqanni. Ana maktabchilar chiqaverganni. Ruxsat bermaydi o'sha. Chunki eski restavratsiya qilinmaydi vaqtida. Может, xavflidir, balki yiqilib tushar. Senga bu Hayolarimda o'ryapman. nima deysa o'tib ketdi. Bo'yli kajo qilamiz, hammasini qilamiz. O'sha payt nima ruxsat berilmagan qilamiz hammasini. Mana sochimni qirqishga ruxsat bermaganlar maktab paytim. Umuman yig'lab yurganman uzun soch bilan. Mana endi qirqib o'zim istaganimdek qilib yuribman. Bo'yadi men kerak bo'lsa. Men ham Ruxsat yo'q edi burunib, bo'yashga ham, hozir ham shunday. Ana Endi sochimlarga kelyapti, odam ruxsat bermayaptilar. O'zingni o'sib o'tirgan sochingni nima sochinglar? Ana. Oldin boshqacha bahonalaydi, hozir boshqacha qancha ulama sochlar olib keldik, rang-barang. Yo'q, ular bilinadi. Besh qaytani. Jonim. Bajarma. Nima deysan? Was? Siehst? Ihre Kindheit Trauma ist und will mich bestrafen dafür. Warum? Was macht die hier? Lass mich. Dring, Sie ding. sagt, also, ja, als sie in der Schule war oder im College, durfte sie nicht beide reisen.
Und einmal habe ich gesagt, habe ich ihr geholfen, ein Bein rasieren. Und da habe ich gesagt, für andere Beine soll sie Gulli erlauben. Xo'liyam bu eslaganlarim, eslamaganlarim qancha. Und für Arsch rasieren musst du ohne schon fragen? Xo'liyam nemischa tushunmayman bitta holda. Und sie sagt, sie wollte irgendwo hin mit ihrer Freundin. Für Bart im Gesicht musst du Baba Jan fragen. Ne? Sie wollte irgendwo hin als Kind. Und dann, keine Ahnung, im College. Und dann habe ich gesagt, ziehst du das an? Und dann hat sie gefreut, hat sie gedacht, dass sie dahin darf. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr erinnern. Dann habe ich gesagt, ja, ich darf dir das anziehen, aber ob du dahin gehst, fragst du Gulli. Hayotimda qancha nohaqliklar bo'lgan, hali eslab sizlarga bitta aytaman. Kulibdilar. Bu menga travma menga bu. Bular kuladi. Osonmi hayot? O'zbekning kichigi bo'lgancha kuchigi bu degan narsani eshitganmisizlar? Men haqimda. Bokum. Yo'llarida mana shu bunchagina o'yroqqa mana. Butilkadalik mana shu turibdi-da, pult. Televizorning pulti turibdi. Men boshqa xonadamanda. Malohat berak deydilar. Men kelaman apa deyman, shu pultni olib ber deydilar. Izdevательство emasmi? Men boshqa xonadan kelib, apamning oldidagi pultni olib beraman. Izdevательство emasmi? Ha? Esizgami? Aytib. Ana bu pult men buyoqqa turaydi. Men boshqa xonadaman. Malohat ukajon berak deb chaqirib olib Aldamaydi, qo'shiq ustiga aytibsan. mana pultni olib ber degansizlar. O'zbekni kichigi bo'lgancha kuchigi bu deb ichimga aytib qo'yaydimmi? Ha? Ani o'rtasan. To'g'ri qilgan ekanmish. Biz ham bola bo'lganmiz, uylasang. Biz ham bola bo'lganmiz. Tushunsan? Hozir masalan sen nimadir yeyishga majbur qilmagan bo'lardim. Yemasang yema deyman hozir, to'g'ri? Lekin o'sha payt biz ham bola bo'lganmiz. Sen nimadir qilmoqchi bo'lganmiz. Emas, nimadir olib kelib berishdi. Sen hozir sen ham ukang bo'lsaydi, sen borib olib ketarding. Demasdim. Boshqa xonadan chaqirib olmasdim. Deysan sen ham. Nimadir qilib o'tirgan bo'lsang sen ham, efir qilib o'tiribsan, anaqa qo'shiq olib keling, apa menga deding kecha. U boshqa birinchi etajga tushib, senga qo'shiq olib o'z birinchi etajga tushayotgandingiz. qaranglar. Qo'shiq nima uchun deb o'ylaysiz? Peshonasiga urish uchun. Shu odam gapiga shunga bo'laysiz. Просто battle TikTok kiradiganlar biladi. Shart shunaqa. Shart. Jiddiy qabul qilasizmi shu odam gapirib peshonasiga qo'shiq bilan urib o'tirgan. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Tinchlansin. Yuvinib chiqmoqchi eding. Zavtrakchaga nima istaysan? Pishiraman. Sizni kallangizni istayman. Nima pishirib beray uka? Kallangizni, miyangizni. Miya go'shti. Kalla po'cha boshqa. Miya go'shti. Uspokойся. Miyimiz. Biz hozir turdik. Eslashga harakat qilyapman yana. Soat 1 bo'ldi. Bir shukur qiling, esidan chiqibdi ko'p narsa. Men hamma pretenziyalar menga. Yarimta. Hozir Gulap ham uyg'onsinlar. Bor. Guli nocnoy smenadan keyin uxlabdi. Guli tursa bu pretenziyalar davom etadi. Bu qiz bugun menimcha bu kunni shunga bag'ishlaymiz menimcha. Malohatni bolalik travmalar. Men kimga aytay bolalik travmalarimni? Meni travmatizировать qilganlarni kimga aytay? Onamlarga aytib qo'ymaydi. Habt ihr noch Wäsche? Ja, oben, ich bringe die Wäsche jetzt. Welche hellere Sachen nicht oder dunkle? Yana bir hali tirnoqlarimni ham olmadim. Siri. Hallo. Oradan 3-4 soat o'tdi. Va malon xayoliga yana bir marta. Короче, bu где-то men 5-6, может быть 4-sinf payt o'qigan paytim edi. Biz kundalik yozaydik hammamiz. Hammamiz kundalik yozaydik.
O'sha payt men kundalikka Nohayat xoma. Bim. Ash apalarim pasta yuvdirib, payt kichkina bachcha bo'lganman. O'sha miyam bilan pasta yuvdirganliklari, qanchalik menga жестокий обращение qilganlari, ovqatlarni majbur yedirganlari, supurdirganlari, mana xohlamasam ham meni basketbolga majbur to'garakka qo'yganlari, o'ynolmasam ham o'ra hamma ustimdan kulaydi. Meni bulka non deydilar, semiz charog'idim. O'sha narsalar men uchun qancha tijilo bo'lgan, o'sha haqida men kundalikka yozganman. Buni apalarim o'qiganlar. Va men bilan 3 kun gaplashmaydi. Kundalik heißt täglich oder heute. Anaqa, kundalikni onam o'qisdilar-da. Kundalikni onam o'qisdilar. Ihre Tagebuch haben wir gelesen und ja. Onamlarga sen bizlarni yomonlab yozgansan deb men bilan 3 kun gaplashmaganlar. O'sha men kundalik yozmayman. Eslolmayman bu voqeani. Eslolmaysizmi? Esimga даже teraskaga parda osayotgan paytlar apalar nimadir deb gapirganman-da, bebiman bo'lganlar o'sha payt. Gapirmaysizlar-da, boshida tushunmaganman. Keyin nima bilan gaplashmayapsizlar desam, kundalikka bizlarni yomonlagansiz degansizlar. Keyin o'sha payt kundaligim 7 tashaganman. Seni tushunmasam men ham kulyapman. Yaxshimsan, hay, malo. Shu yozmadim kundalikman. İşte o'xshaqlar yo'q edi. U meni ichki anaqalarim bo'lgan, alamlarim bo'lgan. Расслабься, malo. Kundalik. Ko'zingiz eslasam ko'p holmi eslashim kerak. O'zini qanday o'zini oqlaysiz? Meni ham kundaligim o'qiganlar, mumkin bo'lmasa ham. Nima qilgani? Haligacha o'qiyman onamlar kundaligimni. Ro'zalik berganim yo'q lekin kundaligim o'qishga. Bu yerda men ham yozgan. So'ralganim yo'q mendan. Biz nima deydi, shaxsiy chegaralarni buzish oilamizda odatiy hol ko'rib turganlaringizda unchalik sog'lom munosabat bo'lmasa ham bu. To'g'ri, men ham qarshiman. Kundaligimni o'qishlarni xohlamayman. U yerda men o'zim kechmalarimni yozganman. O'sha paytda boshimdan o'tgan narsalarni yozganman va bu shaxsiy bo'lib qolishni xohlagan bo'lardim o'zim uchun. Bu yerda o'qiganligimiz ha. Ha. Okey. Ona paytda. To'g'ri. To'g'rimi? Dalada ishlab keldik hozir biz. O'sha och qolib yo'qmiz endi. Reelslarda ko'rasizlar, dalada qanchalik ishlaganimizni, mehnat qilib kelamiz. Bibimda nimalar borda. Ishlaydi. Qara eskami. Ertalab kalishchalar qo'yadilar yangi. Ularni xursand bo'lib yangi Dalada ishlashimiz uchun. yangi kalish kelib chiqqandan keyin ishlash kerak. Men uncha ko'p ishlamaganman, lekin men kichik bo'lganman-da, ular ishlaganlar. Bu hafta kundaligingda yozmaganmisan? Qarasam, buni bir shuna itob qilish mumkin-da, mana shuni. Trinkt ihr Tee oder wollt ihr Cola? Travmalardan, yana kola. Mana shuni gaplardan shuni itob qilish mumkin. Ovqat yeyishga majburlaganlar opalarim deyapti. Demak, opalari doim bunga ovqat tayyorlagan. Bu yoqtirganmi, yoqtirmaganmi, har xil bo'lsa ham ovqat tayyorlagan. To'g'rimi? Bo'ridan ovqat tayyorlagan bolalar, opalarim o'zi bo'lib bo'lib turib. To'g'rimi? Parda osayotgan vaqtimiz degansan. Demak, biz pardani yuvganmiz, osgan biz. Uyda shunaqa ishlarni qilgan biz. Qo'lga kirivaydik. Bola bo'lib turib, qo'lda kirganmiz, bizga ham qiyin bo'lgan. Qishlarda ko'chalarda qirganmiz. O'sha paytlarda Qor to'shishdiki sizgami? qor to'shirdik, suvlar muzlardi, suv to'shirdik boshqa mahalladan, suv muzlab qolgan payti. Mana shu voqealar bo'lgan. Chiqishadimi? Kola ichamiz dedim seriga. Hozir xafamisangiz shu uchun malosh. Просто esimdan chiqib ketdi, esimdan. Esimga tushdi. Xafamasman endi. Chiqarib yubordim. Bugun shunaqa kun, bugun bolalik travmalari kuni. Men ham eslasam aytib beraman men. Bu video tugamaydimi endi? Mayli qo'yavering, keyingi nafarimda dadlarimda aytaman. Okey. Rahmat. Meine Chai, so bling.